Men aytgan joyga keldim. Yo'q, onasi neymiz? Men tinchlikmi? O'rtoq, iltimos, men xo'jayin deb turdi. Men maqsad xo'jayin deyman. Sanni oldik degan. Boyvacha qiz bilan gaplashib yuribman dedim-ku. O'sha qiz kelibdi. Hozir somsa fazligimni bilib qolsa, aniq tashlab ketadi. Iltimos, o'rtoq, iltimos. Ha, bo'pti. Bir hafta o'rnimga tozalaysan. Roziman. Mana bu yo'llarda ham yaxshi artvorlaring. Yo'q, chilaka. Zarek-a? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Bu somsaxona meniki-ku, aytmadimmi oldin? Sen bizga bundoq qarab olgin, lallayib turmasdan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bizdash. Menga bir mansab tegmasin ekanda. Siti somsa nomi zo'r ekan, kim qo'ygan? Конечно, men topaman-da. Shaharda 4 ta filialimiz bor. Sergelida 3 ta, Mirzo Ulug'bekda bitta. Xalq uchun sous bilan choyni tekin qilib qo'yganmiz. Nechta somsa beray, xo'jayin? Xohlagancha berasan-da, nechta berarding? Unda menga 10 ta tovuqli, 10 ta mol go'shtidan 10 ta ag'ishni berasiz-da. 30 ta ko'plik qilmaydimi, xo'jayin? Aqllilik qilmasdan borib olib kel nechta desa. Shekka o'zing javob berasan. Mazaliligini. Sifatiga ham javob. Mol go'shti, qo'y go'shti, tovuq, qiyma, kartoshka hammasidan bor. O'zimiz Qashqadaryodan mol olib kelib so'yib, o'shani go'shtdan qilamiz. Bexijolat bosaver. Qo'y mol. Go'shtligida yana 10 ta olib kelgin. Xo'p, xo'jayin. Shu qiz ketib olsin-da. Biznesingga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasan. Dastlabki xizmati ham bor. Sizlar ham eplab olmayapti. So'ta qizi. Men qizlar bilan gap so'tib o'tiribsan. Bor ishni qil. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Siz hali oddiy ishchimisiz? Tovjimini. Dengiz toparsizlar birorta xamirchidan. Sallani bo'sh qo'ysa, yangi tozalovchi keldimi? Yo'q, hali kelmadi, o'zimiz qilyapmiz, xo'jayin. Allo. Sizmi o'sha? Kiyimlarni almashtirib tez yuborgan boshlaring. Xo'p bo'ladi. Ishton yo'q, tizzasi yirtiq kulibdi-yu, ha?